Xudo xolasa burun plyonkani sodda, oson ko'chirish yo'lini ko'rib chiqamiz. Xo'p, nima qilishimiz kerak deydigan bo'lsanglar, o'zi mashina yengil bo'ladigan bo'lsa, sovuq kunda e'tibor berish kerak. Ozgina fellab olasizlar, birinchisi. Ikkinchisi o'zi xona haroratida sovuq bo'ladigan bo'lsa, issiqroq suv, ya'ni ozgina tefalda qaynashidan oldingi holatda suv quyib turib, shilib olish tavsiya beriladi. Bu ikkita e'tibor berishimiz kerak bo'lgan sovuqdagi jihatimiz. Endi oddiy holatda qanaqa? Ya'ni mashinada birakib qo'ydinglar yoki ozgina vaqtdan keyin, bir oylardan keyin DTP bo'lyapti-da, kapot yoki krilo qismlarini shilishinglar kerak. Bunaqa holatda qanaqa yechim qilish kerak? Bunaqa holatda qanaqa yechim bo'ladi? Kley qolib ketmasligi uchun plyonkani olamiz. Hop, mana bu yoqda ko'rayotganinglarda. Agar plyonkani bu yoqdan, ya'ni o'zingizlarga qarab turib tortadigan bo'lsanglar, kley qolib ketadi. Bu hozir yengilroq bo'lganligi uchun qolmayapti. Zo'r plyonka desa emas, sifatida. Hop, bunaqa paytda har doim mana shu yo'nalish bo'yicha ko'tarasizlar. Ya'ni o'shanda umuman plyonkada kley qolmaydi. Endi aytishingiz mumkin, kley qolib ketganda bunaqa holatda nima sababchi bo'ladi? Plyonkani qisman sifatsizligi sababchi bo'lishi mumkin. Sababi ustki qismi TPU bilan kley qismi ajralib ketib qoladi. Sifat yaxshiroq plyonkalarimizda ozgina vaqt davomida bo'lsa, hech qanaqa kley qolayotgani yo'q. Yana bitta foydali ma'lumot, mana bunaqa mayda chizuvli bo'ladigan bo'lsa, polirovka qilishi hojat yo'q. Ko'rayotganinglardek, burun plyonkani o'zi 100% yopib ketadi. Ya'ni lak qatlamini yo'qotishtirishga hojat yo'q. Video foydali bo'lgan bo'lsa, nima qilishni o'zingizlar bilasizlar.